Qo'rquv bu ko'pchilik har kuni duch keladigan va afsuski norma deb hisoblaydigan holatdir. Ushbu videoda men sizga shunchaki nazariya yoki psixologiya emas, balki aniq tana uchun yo'riqnoma beraman. Qanday qilib qo'rquv girdobiga tushib qolmaslik mumkin? Bir necha daqiqa ichida nazoratni qanday qaytarib olish kerak va vaqt o'tishi bilan bu holatga umuman tushmaslikka qanday erishiladi? Shularga javoban tana uchun yo'riqnoma. Bu shunchaki tinchlanish haqida emas, balki mustahkamlik uchun. Men bilan hammasi joyida, men o'zimdaman, men o'z joyimdaman degan ichki tuyg'u haqida bo'ladi. Quyida tana va asab tizimi bilan to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan texnika keltiraman. Ushbu videoni saqlab qo'ying, bu sizni qo'rquvdan chiqarish tugmangiz bo'ladi. Demak, birinchi qadam to'xtash. Suhbat tugashi bilan darhol to'xtang. Tik turing yoki stulga mahkam o'tirib oling. O'sha dialogni xayolingizda qayta aylantirishni bas qiling. Ichingizda o'zingizga shunday deng: suhbat tugadi, hozir men shu yerdaman, hozirgi zamondaman. Ikkinchi qadam tana. Qo'rquv tanada qotib qoladi. Shuning uchun mushtingizni 5 soniya davomida qattiq siqing va qo'yib yuboring. Yelkalaringizni quloqlaringizga qadar ko'taring va keskin tushiring. Agar tanangizda qaltiroq bo'lsa, uni to'xtatmang. Bu adrenalinning chiqib ketish jarayonidir. Uchinchi qadam nafas olish. Bu maxsus formula. 4 soniya davomida nafas oling. 6-8 soniya davomida esa nafas chiqaring. Nafas chiqarish vaqti uzunroq bo'lishi asabni tinchlantirishning asosiy kalitidir. 4-qadam nazoratni qaytarish. O'zingizga ovoz chiqarib yoki ichingizda savol bering. Men hozir qayerdaman? Atrofimda nimalarni ko'ryapman? Tanam nimalarni his qilyapti? Bu mashq sizni yerga qaytaradi va stress siklini yopadi. Og'ir suhbatlardan keyin nima qilmaslik kerak? Kim haq yoki nohaqligini tahlil qilmang. Xayolingizda o'sha odamni bir narsalarni isbotlashga urinmang. Aytilgan gaplarni qayta eslamang, bu qo'rquvni qayta uyg'otadi. Agar qo'rquv tunda bezovta qilsa, kaftingizni ko'kragingizga qo'yib shunday deng: men buni boshimdan o'tkazdim, hozir xavfsiz joydaman. Nafasingiz tekislagunigacha shunday davom eting. Nima uchun bu ish beradi? Chunki siz o'sha paytda uzilib qolgan reaksiya jarayonini yakuniga yetkazasiz. Asab tizimi men uddaladim degan signalni qabul qiladi. Qo'rquvga umuman kirmaslik siri. Men devorman texnikasi. Qo'rquv fikrlardan avval tanada boshlanadi. Agar uni dastlabki 3-5 soniya o'rtasida to'xtata olsangiz, u avj olib ketmaydi. Birinchisi tana holati. Dastlabki 2 soniya ichida oyoqlaringizni polga mahkam bosing. Arkani tik tuting. Iyakni biroz ko'taring va tana miyaga signal beradi shunda men barqarorman degan. Ikkinchisi ichki langar. Birgina iborani tanlang va uni doim ishlating. Masalan, bu xavf emas. Bu yerda men asosiy odamman yoki uning ohangi uning muammosi. Buni ichingizda sekin takrorlang. Keyingisi nafas qulf. Sezdirmasdan burun bilan qisqa nafas oling va og'iz orqali uzun qilib chiqaring. Hatto bitta shunday nafas ham qo'rquvning boshlanishini to'xtatib qoladi. Tushuntirishni taqiqlash. Eng muhim qoida: oqlamang, tushuntirmang va isbotlamang. Tushuntirishni boshlashingiz bilan qo'rquv ishga tushib ketadi.
Faqat qisqa javoblar bering. Eshitdim, keyinroq gaplashamiz. Hozir tayyor emasman. Nima uchun ilgari qo'rquv bir zumda sizni egallab olardi? Xulosa. Chunki o'shanda to'xtata olmasdingiz. Chiqib keta olmasdingiz. Hozir esa buni qila olasiz va tanangizni bunga o'rgatishingiz kerak. Kuniga 2 daqiqa mashq qiling. O'sha yoqimsiz ovozni tasavvur qiling, darhol qaddingizni tiklang. Chuqur nafas chiqaring va o'zingizga ayting. Bu xavf emas. 5-7 marta takrorlasangiz miyadagi reaksiya qayta yoziladi. Sizning maqsadingiz xotirjam bo'lish emas, barqaror, ustuvor bo'lishdir. Xotirjamlik keyin o'zi keladi. Hozirning o'zida qaddingizni tiklang. Chuqur nafas chiqaring. Va ichingizda ayting, bu xavf emas. Izohlarda yozib qoldiring, ushbu texnikalardan qaysi biri siz uchun eng samaralisi bo'ldi?